Yaxshilab o'tirib joylashib olinglar, video uzunroq bo'ladi. Yengilliklar bilan tanishamiz. Mana buni ko'rishinglar mumkin. 299 minglik shurpayortimizda Albert brendidan tugagan edi, yetib keldi. Sotuvda bor. Metal patron, blokirovka funksiyalari bor, udari ham bor. Udarni ham sekin ko'rsataman, perforator. Vo, dahshat. Orqasida tunuka bemalol udar qilib, molotok sifatida ham ishlatsanglar bo'ladi. O'zini ham udari bor, yana udar qilib ham ishlatsanglar bo'ladi. Mana bunisida 399 ming so'm, bunisi narxi indikatorli, ikkita katta batareyka bilan. Bu ham xuddi shunaqa udar funksiya, blokirovka, metal patron. 5 shotishli ikkalasi ham. 399 ming, 299 ming. Yana importli mahsulotlarimiz keldi. Европейский, Husqvarna'ni hamma biladi. Mirovoy brend. 135 Mark 2 modeli bizning do'konda sotuvda bo'lmagan 40 polotno bilan. Polotnosini ham, sepini ham ko'rishingiz mumkin. Hammasi original, o'zining forjuqlari bilan bildi. Buni narxi $270 turadi. Mana bu yerda $650lik maxluq kultivatorimiz. 338 model, $650. Buni ham o'zini yekovlaydigan nasatkalari bilan bildi. Hozir buni terganimiz yo'q. Yangi agar olaman deydigan bo'lsangiz, yangi upakovka variantlari ham bor. Optimga, Donaga, SNga O'zbekiston farqi yo'q. Mana buni ko'rishingiz mumkin. $550lik kultivatorimiz. Yerni ko'rdim demaydi. Malina bog'im bor, malinali chiroyli plashatka qilib qo'yganman. Olaman deydigan akalar uchun zo'ri. $550, $650. Mana bu yerda original benzopilamiz ham keldi. 120 model do'konda tugagan edi. $225 ga 35 polotno bilan benzopila. Ovozi past benzopilalarimiz original, bu Shvetsiya mahsuloti. Ideal variant. 1 yil garantiyasini ham beramiz. Gazonokosilka 51 santimetrlik samoxodnisi. Bu ham shvedskiy variant. Husqvarna'ni bilgan bo'ladi. 4 asrli brend. Buni narxi $670. Mana maxluq ko'rishinglar mumkin. Bitta ovozini eshitmasanglar bo'lmaydi buni. Bitta yoqib ko'rsataman. Ketdi. Gazonni ko'rdim demaydi. Katta maydoninglar bo'ladigan bo'lsa, gazon ekanman yoki kattaroq territoriyam bor deydigan bo'lsanglar, $5500 ga bu maxluq qolishingiz mumkin. Kattaroq kerak deydigan bo'lsanglar, mana turibdi. Hali yana yengilliklar bo'ladi. Endi ko'pchilik haydovchi akalarimizdan so'ragan mana bu dinamometr kulishchi ideal varianti keldi. Akkumulyatorda ishlaydi. Xo'p, 50 Nm. Mana ko'rishingiz mumkin. Minutiga 200 ta aylantirib beradi. Ikkita batareyka, golovkalari zaryadligi bilan. Yo'q, menga oddiyroq kerak deydigan bo'lsanglar, mana bu variantlari ham bor. 110 Nm. Mana bu elektronli varianti 135 Nm. Mana bu yana elektronli varianti. Bu 340 Nm. Batareykasini qo'ymaganmiz. Mana bunisi yonarmikan? Hozir bitta yondirib ko'rsatishga harakat qilaman. Yo'q. Mana ko'rsatadi hammasi. Bu nima uchun kerakli? Ko'pchilik biladi nima uchun kerakligini. Idealni qotirib berishda o'tkazib ham yubormaydi, ya'ni qattiq ham qotirib qo'ymaysizlar, yumshoq ham bo'lmaydi. O'sha normani o'zi ko'rsatib turadi mana shu joyda. Bunda mana bu mexanikiy bo'ladi, bu elektronli bo'ladi. Mana mexanikiylari tak 350 Nm. Mana bu kattaligini ko'rishingiz mumkin, 1000 Nm. Katta. Buni bir-biriga ulaysizlar, bu ham mexanikiy bo'ladi. Ideal variantdagi instrumentlarimiz do'konda sotuvda bor. Qanaqa instrument kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar, bog'lanasizlar, zo'r narxda olib ketishingiz mumkin. Optimga ham, Donaga ham xarid qilish imkoniyati bor-da. Telefon pastda bor. Like, podpiska, telefon qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, ko'rishamiz.